Mana bugun birinchi sayohatimizni boshladik. Kichik Chimyonga. O'sha mashhur To'qoyaga. Perevalga yetib keldik. Perevalda odam juda ko'p. Perevalda mana yangi kafe ochilibdi. Sayohatimiz davom etyapti. Boyvonaga to'xtadik. Shuna bir 100 metr o'tgandan keyin mana Burgut o'zi hamma biladi. Vodiy yo'ldagilar shayga keldik. Hozir ko'ramiz. Ichkarida bolachalar uchun ajoyib o'yingohlar tashkillab qo'yibdi. Bu yerda nima zipline bormi? Hozir ko'ramiz. Zipline yo'q ekan, bu prosta manzara. Kech bo'lishiga qaramasdan Toshkent City Mallga mana bratishga birinchi marta kelishdi. Kirib, bir qura aylanib chiqamiz endi. Audi RS. Ferrari'lar kolleksiyasi ham bor ekan. O'sha paytda ham maksimal skorosti 283 bo'lgan ekan, qoyil ekan. 1976 yilda, Gap yo'q. 1985-yilda ham 267. Qoyil lekin mana bu yerda Ferrari'ning endi yangicha modellari bor ekan. Zamonaviyroqlari. Endi bular endi umuman boshqa narsa. Va nihoyat biz Kichik Chimyonga yetib keldik. Mana Reyk Nur degan bu mehmonxonami yoki nimadir dam olish maskani ekan xullas. Shu yerdan ichidan o'tib ketilar ekan. Hop. Xudo xolisa biz o'ylagan manzil shu yoqda ekan. Shunaqa deyishdi hozir. Bir ikkita kishidan so'radim. Hozir xudo xolisa o'zimiz ham tayyormiz. Lekin aytish bo'yicha yo'l juda ham uzoq, ekstremal. Bolalar chiqib, tushgan bolalar bilan hozir gaplashdim. Ertalab soat 1da mana kechasi chiqib ketgan ekan. Soat hozir mana 6:29. 6da tushib kelishdi. Mana o'sha hamma hop tog'ga o'sha hassa yurish uchun, qulay bo'lish uchun hamma tayyorlanyapti. Bu yerga keladiganlar ham o'sha juda ko'p ekan. Ko'rishinglar mumkin. Xudo xolisa yo'lma-yo'l oldinga chiqamiz. Hammasini bir chekkadan obzor qilamiz. Mana xudo xolisa safarimiz boshlandi. Yo'limiz уже boshlandi. Hop. O'sha mehmonxonachidan o'tilganda mana anaqa darvoza keladi. Mana shu darvozadan chiqib, yana yo'laklar bor dedi. Hozir mana shu yo'lak bo'ylab chiqamiz. Lekin o'sha ancha charchatib qo'yar ekan pastdan chiqishi. Mana birinchi ko'limiz. Mana shunaqa odamlar chiqib shu yo'l qilib qo'ygan. Shu yo'l bo'ylab chiqilaveradi. Hech qayoqqa adashilmaydi. Lekin sovuq havo. Manzara lekin umuman gap bo'lishi mumkin emas.
Mana yo'lda mana bunday mushukni ham ko'rib qoldik. Tor yo'laklar bo'yicha davom etyapmiz. Yana bitta lifehack. O'zingizlarcha yangi yo'l yarataman deb mana tayyor yo'lakcha qilib qo'ygan yo'ldan yurmasdan boshqa yo'lda yuradiganlar ozgina adashasizlar, chunki mabodo qanaqadir yordam kerak bo'lib qolsa, shunaqa vaziyatlar bo'lib qoladigan bo'lsa, oldinglarga odam o'tish ehtimoli past bo'ladi. Lekin mana yo'lakdan yursanglar, ko'ryapsizlar, juda ham ko'p odamlar tushib chiqib yuribdi. Qandaydir yordam berishi mumkin. Atmosfera вообще bomba lekin. Kichik Chimyonga bo'lgan sayohatimiz davom etyapti. Xudo xolisa yo'lni yarmiga ham yetmabmiz lekin. Mana menimcha yo'limizda уже yarmiga yetib qoldik. Taxminan. Yo'l lekin juda ham qiyin, lekin maza. Sayohatimiz davom etyapti. Ekstremal yo'llardan yurib tepaga chiqmaguncha to'xtamaymiz. Lekin manzara вообще olov. Xudo xolisa mana bir 5 minutlik yo'limiz qoldi. Mana bu ancha chiqib qoldik. Qalay bek, charchashlar bormi? Lekin arziyda. Chiqaylikchi.